Siz yog'di. Bu yomg'ir yo'llarni daryolarga, osmonni esa xira va yig'layotgan tuvalga aylantirgan edi. Ikki tumanli tog' orasida joylashgan kichkina unutilgan qishloqda hayot to'xtab qolgandi. Yo'llar loyga botgan, yog'och ko'priklar suv og'irligi ostida ingrab, faqatgina tinimsiz yomg'irning dovullashi va uylariga yashiringan qishloq ahli tashvishli shivirlargina eshitilardi. Ammo bir uyda, o'rmon chekkasida boshqa turdagi bo'ron ko'tarilayotgan edi. Bu uy Arjun ismli odamga tegishli edi. U kasbida kulol edi. Qo'llari loydek dag'al va yuragi pechda pishgan idishlar kabi mo'rt edi. Bu kecha uning yuragi ayniqsa og'ir edi. 1 yil davomida u sir bilan yashab kelgandi. Xotini Meraga har qaraganida ich-ichini kemiruvchi sir. U pastak yog'och kursida o'tirar, yagona yorug'lik stol ustidagi miltillovchi moy chiroqdan kelardi. Boshi egilgan, barmoqlari eskirgan taxtalardagi yoriqlarni kuzatardi. Qarshisida Mera devorga suyanib, qo'llarini ko'kragida chalkashtirgan holda turardi. U jim odam edi, lekin uning bugungi sukunati har qanday qichqiriqdan ham balandroq edi. U har doim sezgir bo'lgan va oylar davomida ular orasida masofa o'sib borayotganini his qilgan edi. Kichik narsalar uning nigohidan qochishi, xonaga kirganda undan chiqib ketishi, ovozdagi iliqlikning so'nishi. U buni ishining zo'riqishi, hosilsiz yil, qashshoqlashayotgan qishloqning moliyaviy qiyinchiliklari deb o'zini ishontirgan edi. Ammo bugun kechqurun u xatlarni topdi. Uning tashlab yubordim degan eski paltosining cho'ntagida yashiringan. Xatlar unga yozilmagan edi. Ular Kavya ismli ayoldan edi. Meraning ovozi past, lekin o'zini tutishga urinishdan titragan edi. Men xatlarni topdim, Arjun. Arjun titrab ketdi. Qo'li to'xtadi, og'ir yutindi. Xona kichiraygandek bo'ldi. Tashqaridagi yomg'ir kuchaygandek, ichkaridagi ziddiyatni masxara qilayotgandek edi. Bu lahza kelishni bilardi. Qo'rqqan, tayyorgarlik ko'rgan, ammo hozir kelganda o'zini mutlaqo tayyorsiz his qilardi. Miyasi bahona izlab, ushlab qoladigan bir tushuntirish o'ylab topishga urinardi. Lekin u yomon yolg'onchi edi. Merani sevishning sabablaridan biri ham shu edi. U boshidanoq uni ko'rib turaverardi. "Mera", deb pichirladi u, ovozi xirillab. "Men tushuntirib bera olaman. Bera olasanmi?" so'radi u, ko'zlari yoshga to'lib. "Nega boshqa ayolga xat yozganingni tushuntira olasanmi? She'rlarni, va'dalarni, e'lonlarni." So'nggi so'zda ovozi sindi va yuzni o'girdi. Qo'li bilan og'zini berkitdi. Arjunning yuragiga o'tkir azob urildi. Kavyani birinchi marta qachon uchratganini esladi. Bu qo'shni shaharchadagi haftalik bozorda bo'lgan edi. U idishlarni sotish uchun borgan. Kavya esa zamonaviy shlyapali va qo'ng'iroqday kulgili shahar ayoli edi. Uning e'tiboridan xushomad qilgan, hayotining bir xilligidan qochish deb bilgan. Avvaliga zararsiz noskarashma hayotining monotonligidan qochish edi. Ammo noskarashma hissiy munosabatga aylangan edi. U ahmoq edi. Endi buni bilardi. Xatlar uning xayolga, o'zining haqiqiy bo'lmagan versiyasiga yopishib olish urinishi edi. U edi, kelajakdagi ota edi va unga ishongan yagona ayolga xiyonat qilgan edi. Noumid, u o'rnidan turdi. Kursi polga qattiq shitirladi. "Mera, iltimos, menga qara." U o'girildi va uning ko'zlaridagi ifoda halokatli edi. Bu shunchaki g'azab emas edi. Bu chuqur, kuchli og'riq edi. Uni qarqtandek qilardi. "Nega?" deb so'radi u oddiygina. "Men yetarli emasmidim? Biz qurgan hayot yetarli emasmidi?" Arjun oldinga qadam tashladi, lekin u chekindi. Yuragi ming bo'lakka bo'ldi. U ko'p so'zli odam emasdi, lekin hozir ularni topish kerakligini bilardi. Unga haqiqatni aytish kerak edi. "Bu hech qachon senga bog'liq emasdi, Mera. Bu menga bog'liq edi. Men adashgan edim. O'zimni bir xil tartibda, bir xil qo'rquvlarda, kichkina qishloqda cho'kayotgandek his qilardim. O'zimni ko'rinmas his qilardim va u meni ko'rdi. Bu xato edi. Hayotimdagi eng yomon xato." Mera sekin bosh chayqadi. "Sen menga kelmading. Cho'kayotganingni aytmading. Begonaga bording." Ayblov havoda muallaq turdi. Arjun uning og'irligini his qildi. U haq edi. U xudbin bo'lgan. O'ziga yordam bergan ayolga gapirish o'rniga notanish odamdan tasalli izlagan. Og'zini ochmoqchi bo'ldi. Boshida 1000 marta takrorlagan so'zlarni aytmoqchi edi.
Kechir meni. Ammo so'zlar juda yetarsiz tuyuldi. Ikki so'z qanday qilib buzgan ishonchni tiklay olardi? Mira derazaga o'girildi. Yomg'ir biroz susaygan, bulutlar orasidan oyning xira nuri o'tayotgan edi. U orqasiga o'girilib turdi. Menga hammasini aytishing kerak. Yarim haqiqatlarni eshitishni xohlamayman. Mening his-tuyg'ularimni ayamang. Butun xunuk haqiqatni xohlayman. Arjun chuqur nafas oldi. Bu uning yagona imkoniyati ekanligini angladi. Agar yolg'on gapirsa, uni butunlay yo'qotadi. Shuning uchun gapira boshladi. Unga bozor haqida, dastlabki jalb qilish haqida, kichik boshlanib kattalashgan xatlar haqida aytib berdi. Unga boshqa hayotni orzu qilgan tunlar va uning yonida uyg'onganida his qilgan uyati haqida aytdi. O'zining ishonchsizliklari, g'ururi, kulol emas, boshqa narsa sifatida ko'rinish istagi haqida iqror bo'ldi. Bu uzoq, og'riqli monolog edi. 1 soatdan ko'proq gapirdi. Hech narsani yashirmadi. Mira deraza yonida qoldi, tingladi. U nihoyat tugatganda moychiroq o'chib, o'lishga yaqinlashdi. Xona deyarli zulmatga botdi. Mira unga yuzlandi. Yoshlar yonoqlaridan oqib tushardi. "Sen ahmoqsan, Arjun", deb pichirladi u. U bosh irg'adi, gapira olmadi. U bir idishni olib unga otishini kutdi, baqirishini kutdi. Buning o'rniga u sekin, o'ylab qadamlar bilan unga yaqinlashdi. 1 fut narida to'xtadi. "Sen ahmoqsan", deb takrorladi u. "Chunki bizda nima borligini unutding. Haqiqiy atirgulga puli yo'qligi uchun yog'och atirgul o'yib bergan bolani unutding. Tashqaridagi o'sha daraxt tagida bergan va'dani unutding. Biz qurayotgan hayotni unutding." "Eslayman", Arjun bo'g'ilib aytdi. "Har kun eslayman." Mira uning ko'zlariga qaradi. U qo'rquvni, pushaymonlikni, mutlaq noumidlikni ko'rdi. U turmushga chiqqan odamni ko'rdi. U endi kattaroq, biroz charchagan, biroz tushkun edi. Lekin u hali ham uning edi. Shu lahzada uning ichida g'alati bir tinchlik tarqaldi. Xiyonat yara edi va qonayotgan edi. Lekin uning tanlovi bor edi. Yara yiringlab ikkalasini o'ldirishga yo'l qo'yishi yoki uni tikishga urinishi mumkin edi. Qo'lini ko'tarib, ohista uning yuziga qo'ydi. Bu shunchalik nozik, kutilmagan imo ishora ediki, Arjun yiqilib tushdi. U yig'ladi. Yelkalari qaltirab, yuzini uning qo'llariga bosdi. "Men seni munosib emasman", deb yig'ladi. "Yo'q", Mira ohista rozi bo'ldi. "Munosib emassan. Lekin men seni tark etmayapman, Arjun. Men g'azabliman. Men xafa bo'ldim. Men xo'rlandim. Lekin seni tark etmayapman." Bu chuqur inoyat lahzasi edi. Kichkina uyning zulmatida er-xotin sevgining eng tubiga tegdi. Mira u bilan qolish xavf ekanligini bilardi. Unga bergan ishonchini qayta tiklash yillar olishi mumkin edi. Lekin u uning ko'zlaridagi pushaymonlikni ko'rgan edi. U uning mutlaq rostgo'yligini ko'rgan edi va u tugaganini aytganda unga ishondi. U xatlarni yoqishga va tug'ilmagan farzandining joniga qasam ichib, Kaviya bilan boshqa hech qachon aloqa qilmaslikka va'da berdi. U ikkilanmasdan rozi bo'ldi. Har qanday narsaga rozi bo'lardi. Tashqaridagi yomg'ir butunlay to'xtadi. Dunyo jim bo'ldi. Xonadagi keskinlik asta-sekin tarqalib, o'rnini mo'rt, ehtiyotkor umidga bo'shatdi. O'sha kechasi kech Arjun yerda yotgan singan vaza bo'laklarini yig'di. Bir kichik, sokin marosim, qaysidir ma'noda butun hayotining ramzi. U kulol edi. Narsalarni tuzatishni bilardi. Haqiqiy mahorat sinovi mukammal idish yasashda emas, balki singanini tiklashda ekanligini angladi. Karavotda o'tirgan, yuzi oyning yumshoq